kuzatuvchilar, bugun mana patsientimiz 1994-yil tug'ilgan Qumqo'rg'on tumanidan. Bu kishi ichki bavosir kasalligidan, ya'ni ichki gemoroylardan bezovta qilib kelgan. Ikkinchi bosqich bilan og'riq bezovta qilganligi sababli bizga keldi. Hozir lazerli operatsiyaga tayyorladik. Lazerli operatsiyamizni qilib, xudo xolasa javob beramiz bugun. Hurmatli kuzatuvchilar, bemorimiz mana to'liq anesteziya qilindi. Bu degani mahalliy og'riqsizlantirildi. Mana bemorimiz tinch holatda yotibdi. Hozir lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz va 15-20 daqiqadan keyin operatsiyamizni tugatib, sizga natijamizni havola. Yaxshimi? Yaxshi. Malades. Azizlar, mana Qumqo'rg'onlik patsientimiz 94-yil tug'ilgan. Mana lazerli operatsiyasidan keyin 1 soatdan keyin holati mana yaxshi. Bemalol o'zi tushib mana kabinetimizga keldi. Operatsiyadan keyingi hozir nima his qilayotganligini so'raymiz. Islomjon, qanday his qilyapsiz o'zingiz? Yaxshi. Og'riq yo'q mana. O'zim tushib keldim. Yaxshi, ha? Yoqdimi sizga? Bezovta qilmayaptimi hech narsa? Operatsiya jarayoni qanday bo'ldi? Yaxshi. Og'riqsiz. Vahimali narsa yo'q ekan. Mana kuzatuvchilarimizga maslahat berarmidingiz shu lazerli operatsiya? Lazer bilan operatsiya qildiravering, yaxshi ekan. Og'riqsiz, mana chiqdik. Aziz kuzatuvchilar, agar sizda proktologik muammolar, ya'ni gemoroid, treshina, svish degan kasalliklar bezovta qilsa va varikoz, oyoqdagi varikoz kasalligi sizni bezovta qilsa, bizga o'tan polvonga murojaat qiling. Men sizga sifatli, zamonaviy lazer usulida operatsiya qilib davolab beraman va biz o'z ishimizga kafolat beramiz.